Qitim doyunsiz chiqqan Zopendan nihoyat yaxshi taklif fikrlarni va shunchalik yaxshi bo'lgan bir inkaslarni ko'rib shunda qo'shildik. Shunda sizlar bilan bugun mana yana hamsuhbat bo'lmoqchi. Endi bu doyun degan yaxshi bir taratqu bo'lganlik uchun ustoz, mushtaq bir yaxshi bir narsa bu. O'sha ancha-muncha siz bir didanlashib tursangiz, sizga amroq, sizni yaxshi ko'radigan odamlar bilan muңdashib tursangiz yaxshi. Ham keyin bir kunlarda bizga aslan bo'lib qoldi. Shu ustozimiz doyunda bir ancha-muncha Zopen tassaq, ancha-muncha jibo qilsak, shunga bir siz bir chaqchaq haqida gaplarni deb bersangiz desam, ustozning qalisi o'zida bo'ladi balam, o'sha qilayli dedi. Shu bugundan tortib rasmiy sizlar uchun xizmatga tushib ketdik. Oldin qitimdiki bizningki chiqargan Zopenimizda nima jumash deydi degan bir savoldan chiqib qo'yapsizlar. Qolganni hammani ustozdan og'zidan olamiz. Ustoz oldin qitim shu nima jumash deydi. Nima jumash deydi ustoz? Bunu hem de tolu adamlar şuna dep soraydı. Hem de hem adamki dep oturuşunun ornu yok. Muştan o şey sana okşayış. Bazılar sorsa depegeme buldum. Hem de köpünç adamlar bilmeydi. Doğru. Bu ya dadısının ismidir ya kimden ismidir. Cumaş deydikken nimi cumuşta koyulup kalkan dep çıkadanların kalısı etmeydikken bu. Tordaşlarıma inkas raylar şuna dep yazıptı. Bu küçük vaktimdeki bir işlemdi bu. Ben hem de 76. yılda dadan tükep gittim. Şu 12 yaş vaxtlarım, 13 yaş vaxtlarım ki şu. Öyünün çoğu ben insanlarım uşaq, mektepte okanmay, şimdi ona bu öyünün jüki bana atılıp kaldı. Qattiqchilik vaqtlar. Qattiqchilik, qiyinchilik vaqtlar bo'lgandan keyin anam qardamni şey deb dalalarga chiqqancha mencha ushaq bilan setib pashmat deymiz, o deymiz, bu deymiz. Kuchimni yetgidek, yeshimga loyiq narsani setib ancha-muncha bir ay 2 so'm pullarni tepkirsam, u vaqtlarda bir ay 2 so'm pullar degan bak jiq pullar bu. Shu anam shunday qo'shib ketadigan. Qish kelib qoldi, gaman qattiq sovuq bo'lgan vaqtlar u. Shuni bilan kiyimim yilingimdi mening kiyimim. Ku bozorga chiqib satmasam ham bo'lmaydi. To'g'ri. Shuni shu anam bolam qish degandan ko'zi qarg'o. Ma dadamdan qolgan chaponini kiyib ol. O'tki bilan. Muzli musanli bo'ldi. Og'rib qolsang qanday qilaman deb dadamdan qolgan bir chapanni kiygizib qo'yib paqli chapanni menga. Şöyle o chapanni yengimda uzun qo'limdan. Shuni bilan u vaqtlarda o'zim kichik vaqtimda sho'q mahallada bunu doğrab, balalarni kıldirib o'ynab qiziqishlik yurdigan vaqtlarimiz ke shu bala vaqtlarimiz. Shuni bilan o'tagini bir paytimlarni o'rab, uni kiygizib qo'ydi, yo'g'on chapanni kiygizib qo'ydi. Shuni bilan kechdi mahallada balalar o bu deb bunda yo'g'on chapan kiyib olding deydi, endi bala ishlar deydi qanday. Ha kiyib oldim dedim işte yurib bir Qasım kam degan adamning darvozasidan oldida quruqroq ashadek yig'ilib o'ynaymiz uni qishni kuni. Quruqda ya. Şu aşağıda cuma günü bir adam bulduğun, işçivaz bir yanıza, işimiz bir yanıza yurduğun. Şunu doğraptı ben de mi acaba? Kısa kılıp kıyaçıya kılıya geldikken, Qasım kamdaki adam öyle oturup, içip pişip çıkıp vakrap gitti. Başka yerde o insanlar bulmamdan bir şey gibi var kılıya kendisine aşık köşeye de vakrap gitkendikken. Hani veya korkuya şu kim oynap da kamda. Babda ayakları oynasak oynayırlar dep mansam bu adam onun avazımdan tanıp sen ben tükamda bol Şavket ko deydi ha desem ben tekrar cuma günü gidiptim ha dedi de şunu olalı ağırlarım bopperdi bu ismim cuma günü bop kaldı şunu olalı çapan karşı şu okşayken ben bu ballar şunu olan Uy kirdi. Uyga chaqirib kirdi, juma kuni bor deb. Opam xap bo'ldi. Bu chiroyli ismini tushsin deb juma kunida eslabdim. Keyin bu tadrijiy cho'ng'oldik, cho'ng'olgansi buni qisqartib Jumash. Shavkat Jumash demasa meni bilmaydigan holat shakllanib qoldi endi. Shu bir laqam bo'ldi-da. Undan keyin shu chaqchaq qilib cho'ng so'rinlarga chiqdik, o'ynadik. Voy oqshom Shavkat Jumash kelibdi-ku. Ya Shavkat Jumashni akilaylik degan bilan bu Şavkat Muhammed'den ben Şavkat Cumaş kaynıp kaldım. Sonra tol adamlardan lakman mı ya ismim mı da tol adamlar soraydı. Hem de bunu köçüdük etmirip deppe olamayırken. Doğru. Moşina böyle fırsat gibi kalsa deppegen buldum onun bununla köpünce adam okumaydı. Tordaşlarıma düşünüp kalkan yakşı oldu bunu. Jumash degan savolninki bugun mana javobini oldik.